Bak ismiyle. Tıl soqqan jigdina yelimidami shu haqiq jigdina yelim bormi deb so'rashlar. Qiziq kelib qolishlar ya. Bu jigdi yelimi talqinida jigdina yelim bo'lmasa qanday bir jigdina yelimniki talqin deb saqlangan. Unda o'z nimish qilib sizlarniki shu jigdi yelimi talqin nimish purmay deb qo'ygansiz. Bu qanday purs bo'ladi endi bu? Aniq jigdi chichik purasa enas bo'lib tashlama. Raz kelib desam 10-15 yildan nima purab baxmabdi önce buni qanday purak ekanligini. Evet Allah. Bu jigdininki chichik purgan bilan bu yelim purmaydi. Bu zat nima puraydi desanglar. Buning purqi qaso desanglar, shu zencivil deymiz, qalampur deymiz, siyadan deymiz, shu o'simlikniki xushbiroq hidi bu. O'lchamlikda yaq qo'ydik. Bir yaq turib ishlatishingni qarshi olamiz.